Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Xudo xolasa, Chilonzordagi, Toshkentdagi ishimizni bitirdik va xonadon egalariga topshirdik. Inshaalloh juda go'zal tarzda tushdi. Xudo xolasa, bo'ylari ham 270 joyga, endi 3 metr joyga tushgan ishimiz. Hali endi hamma akkuratli bo'lib joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Kashtan firmani turadi Silbro 8 aklida. Hop, ish qatoridan qo'l keladi bu. Juda chiroyli tarzda. Hop, xolodilnikga joy tashlaganmiz. Do'stlarimiz qanday istalishsa qo'yasiz, doimgidek markalari granit kafil. Bundan tashqari xonadon egalariga chiroyli tarzda bu yerda trimolarga ham joy qilib ketganmiz. O'tirib bemalol foydalanib ko'rishingiz mumkin. Juda akkuratli holatda. Hop, bu yoqda esa aylanamizda ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal tarzda shkafimiz. Juda katta, unumli foydalanadigan bo'lgan. Balandligi 3 metr joyga chiqqan. Shkafimizdan akril materiallar bo'lgan. Push mexanizmidan foydalanamiz. Bu tarafda esa polkalar bor. Xo'p, bu yerimizda esa TV zonasi. Ha, bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli. Ayol oynalarni bilan Xudo xolasa, o'rtalari dekorativ bo'lib, Xudo xolasa tutsa yog'ini ham arzonni qilib beramiz. Hop, biz ishimiz bo'ldi. Shkafi, TV zonasi atroflarini o'rab chiroyli holatda Chilonzorga o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin ishlarimizni. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, kelishilgan holatda qilib beriladi. Kuxnyadagi narxlariga keladigan bo'lsak, 1 metr tepa past hisoblangan 4 million so'mdan. Hop, uydagilar gaz vetishga moykalarni ham o'zlari olib berdi. Biz mebelni o'zini qilib berdi, chiroyli tarzda. Xudo xolasa hamma yo'g'i push mexanizmidan qo'yib berganmiz chiroyli tarzda. Ko'rishingiz mumkin. Juda go'zal holatda chiqqan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Xudo xolasa podpishka qilib, kanalimizni rivojlantirib, Xudo xolasa xalq uchun xizmatdamiz.